2025-yilning muhim voqealiklaridan biri Samarqand-Urgut temir yo'l liniyasining ishga tushirilishi bo'ldi. Umumiy uzunligi 55 kilometr bo'lgan po'lat iz qurilishi doirasida ikkita vokzal, ikkita yuk stansiyasi hamda ko'priklar barpo etildi. Poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilishi orqali yiliga 359 ming yo'lovchi va 8,2 million tonna yuk tashish imkoni yaratildi. Yo'nalish Samarqand shahri, Jomboy, Pastarg'om, Toyloq va Urgut tumanlari aholisi uchun xavfsiz zamonaviy transport xizmati taqdim etilishi bilan ahamiyatli. Shuningdek, ichki turizm rivojiga ham katta turtki beradi bu. Muxbirimiz yo'lovchi tashish jarayonlaridan lavha tayyorlagan. Urgut respublikamizda eng ko'p aholi yashaydigan yirik tumanlardan biri hisoblanadi. Aynan mazkur tumanga temir yo'lning borishi esa tarixiy voqelik bo'lib, bu nafaqat transport infratuzilmasini yaxshilash borasidagi izchil islohotlar, balki mamlakatimizda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yo'lida olib borilayotgan davlat siyosatining bir qismi hamdir. Temir yo'l qurish o'zi bu juda transport yo'llari ichida eng qimmat hisoblanib, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu loyiha tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, viloyatimiz uchun, Urgut xalqi uchun kerak bo'lsa, xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan loyiha bo'lib hisoblaydi. Xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan temir yo'l, stansiya, vokzal, ertaga yuk tashish stansiyalari ochish imkoniyatini yaratib berdi. Darvoqe, Urgutning transport infratuzilmasini yaxshilash, yo'lovchi va yuk tashish imkoniyatlarini kengaytirishni davrning o'zi taqozo etayotgan edi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Samarqand-Urgut yo'nalishi bo'ylab qariyb 56 kilometrlik yangi temir yo'l tarmog'ini qisqa muddatda qurib bitkazilgani esa tuman tarixida yangi sahifa ochib, urgutliklarning ko'p yillik orzusi bugun ro'yobga chiqdi. Bu yo'lni biz juda ko'p yillardan beri orzu qilib yurardik. Orzumuz ro'yobga chiqdi. Mana prezidentimizning rahbarliklarida Urgutimizning xalqini bir niyatlari ijobat bo'ldi. Xalqimiz juda ham minnatdor. Har jihatdan xalqimiz uchun bir qulay imtiyoz desak to'g'ri bo'ladi. Juda katta ish bu. Buni tasavvur qilsangiz, bitta imorat qilaman desangiz 2 yil ketadi, lekin shuncha masofadagi yo'l 55 kilometrlik yo'l 6 oy muddatda bajarildi. Buni hech tasavvur qilish qiyin. Demak, yurtboshimiz buni o'zlari boshiga turib, nazorat qilib, shu ishni qildirdilar. Urgutga yangi temir yo'l tarmog'ining borishi bu katta iqtisodiy o'sish ham demakdir. Poyezdlar orqali yiliga 359 ming yo'lovchi va 8,2 million tonna yuk tashish imkoniyati yaratilmoqda. Ushbu tarixiy loyiha bugun yirik ishlab chiqarish nuqtasiga aylanib borayotgan Urgut erkin iqtisodiy zonasi salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Urgutda logistik to'siqlar bartaraf etilib, yuk tashish tezlashadi. Mahsulotlar bozorlarga arzon va o'z vaqtida yetkaziladi. Investorlar uchun qulayliklar ortib, hududning raqobatbardoshligi oshadi. Tumanimizda qarib 50 ga yaqin ko'chma korxonalar bor. Ana shu temir yo'ldan juda ko'p xom ashyolar, kerakli uskunalar, ishlab chiqarish uskunalari kelishiga juda katta hissa qo'shgan bo'ladi. Shuning uchun temir yo'lning juda katta ahamiyati bor. Temir yo'l o'tishi natijasida temir yo'l ikki tomonda bo'lgan qishloqlarimiz, mahallalarimiz ancha rivojlanadi. Savdo do'konlari qurish, xizmat nuqtalari qurish, yangi obyektlar qurish boshlangan, ikki tomonni obodonlashtirilyapti. Demak, ana shu bizga temir yo'lning kelishi juda ham katta ahamiyatga ega bo'ldi. Juda ham xursandmiz davlatimizning siyosatidan, yurtboshimiz siyosatlaridan. U kishi har bir joyning, har bir nuqtaning, har bir tumanning qanaqa muammolari borligini yaxshi biladigan inson. Qisqa muddatda temir yo'l qurildi. Bu haqiqatan ham mo'jiza desak bo'ladi. Ma'lumki, Urgut tumani qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. So'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy aloqalar ko'lami ortib bormoqda. Deylik, bir kunda Jartepa bojxona postidan 4000 ga yaqin aholi o'tib qaytadi. Aynan hududga temir yo'l liniyasining borishi esa qo'shni mamlakatdan keluvchilar uchun ham katta qulaylik yaratmoqda. 18-yil muhtaram prezidentimiz ishtiroklarida chegaralar ochilgan. Tojikistonning Panjakent yo'li orqali bizlar Dushanbega ko'rgazmalarga qatnashib, iqtisodiy imkoniyatlar tug'ilganligi sababli shartnomalar tuzgan edik. Tojikistonda parranda ozuqasi eksport qilamiz, ya'ni temir yo'l orqali. Bu bizlarga nafaqat bizlarga, butun Urgut tumani, Urgut shahridagi tadbirkorlar uchun katta imkoniyat bo'ldi. Tojikistonning Panjakent viloyati uchun ham katta imkoniyat va Tayloq, Urgut tumanida joylashgan tadbirkorlarning transport masalasi ancha yengillashadi. Bu albatta prezidentimizning tashabbusi, tadbirkorlarga bo'layotgan
Urgut xalqiga bo'layotgan katta ehtiromning natijasi deb o'ylayman. Bu imkoniyatlar uchun prezidentimizga tadbirkorlar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Temir yo'lni Jartepa orqali kelishi juda katta xalqaro ahamiyatga ega. U yoqdan keladigan ko'pgina turistlarga, sayyohlarga, ishbilarmonlarga, tadbirkorlarga juda katta ahamiyatga ega. Chunki ular mana shu yerdan turib O'zbekiston orqali o'zlarining yuklarini olib o'tishlari mumkin. O'zbekiston orqali boshqa davlatlarga chiqishlari mumkin. Samarqand Urgut temir yo'l yo'nalishi bo'ylab joylashgan vokzallar bugun muhim nuqtalardan biriga aylandi. U yerda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish tizimi zamonaviy talablarga mos ravishda yaratilgan. Tog' tumani bo'ylab po'lat izlarni yotqizilgani-yu, poyezdlar qatnovining muntazam amalga oshirilayotgani Samarqanddan Urgutga, Urgutdan Samarqandga qatnovchilar uchun tom ma'noda katta imkoniyat bo'ldi. Bizga ma'qul bo'ldi. Har safar shu bilan borib kelamiz. Mana ichi tozagina, kengina, yaxshigina, issiq. Yo'l transportdan bu yaxshi albatta. Xalqni o'ylab ana shuni ochib bergani uchun rahmat prezidentimizga. Urgut iqtisodiy jihatdan strategik hudud bo'lib, hududga temir yo'lning kelishi tumanning salohiyatini yanada yaxshilanishiga, yaratilayotgan yangi imkoniyatlar esa aholining turmush darajasini oshishiga, tadbirkorlikni faollashishiga keng yo'l ochadi.